7. bob. Hazreti İsa ko'pchilikka so'z qilib bo'lgandan keyin Kapernaum shahriga qaytdi. U yerda Rimlik bir 105 ning e'tiborli chokiri ig'ir kasal bo'lib, o'lim girdobida turadi. 105i Hazreti İsa'ning ishlaridan xabar tepib, bir necha Yahudi oqsoqolning berib, uning kelib chokirini saqaytib qo'yishi uchun o'tinishini topshirdi. Oqsoqollar Hazreti İsa'ning oldiga berib, 105i haqiqatan sizning yordam berishingizga arziydigan odam. O'zi Yahudi bo'lmisimu? Biz Yahudilarni yaxshi ko'rdi. Hatto biz uchun bir ibodat qonunimi selib berdi, deb uning 105 ning uyga berishini chin ko'ngildan talab qildi. Hazreti İsa ular bilan birga yo'lga chiqdi. Biroq uyga yetib kelishga oz qolganda 105i Hazreti İsa'ning oldiga bir necha do'stini avatdi. Ular taqsir 105i avori bo'lib, uyimga kelishingizga arzimayman. Hatto o'zimni berib, siz bilan ko'rishishga loyiq emasman. Bir eg'iz so'z qilib qo'ysangiz, chokirim saqayib ketadi. Meningmi ustimda boshlig'im, qo'l ostimda lashkarim bor. Biriga bor desam, bordi. Biriga ka desam, keladi. Chokirimga bu ishni qil desam, u shu ishni qiladi. Xuddi shuningdek, siz bir eg'iz gap qilsangizlar, hamma ish hal bo'ladi deydi, dedi. 105 ning gapini anglab, hayron bo'lgan Hazreti İsa burilib, birga kelgan xaloyiqqa: "Darvaqa, men Isroillar orasidami bundaq ishonchni hech kimda ko'rmagan edim", dedi. 105i avatgan yilqi kishilar qaytib borganda, chakarning butunlay saqayib ketganligini ko'rdi. Uzun o'tmay Hazreti İsa Nayin degan shaharga qarab yo'l oldi. Uning shogirdlari va yana nurg'ulg'an kishilar uningga agishib mangdi. U shahar darvozasiga kelganda jinoz ko'tarib chiqayotgan bir to'p odamga yo'liqib qoldi. O'lguvchi bir tul ayolning yolg'iz o'g'li edi. Shahardagi nurg'un kishilar yilqi tul ayol bilan birga chiqqan edi. Bu ayolni ko'rgan Hazreti İsa ichini og'ritgan holda uningga: "Yig'lamang", dedi. Ondan to'pning oldiga o'tib, jinozaga qo'lini takkizgan edi. Jinoza ko'targanlar to'xtadi. Hazreti İsa: "Yigit, o'rningdan tur", deyishi bilanla o'lib qolgan yigit qo'pib, gap qilishga boshladi. Hazreti İsa uni onasiga topshirib berdi. Qo'rqinch bosgan ko'pchilik: "Oramizdan ulug' bir payg'ambar chiqdi. Xudo bizga shafoat qilish uchun keldi", deb Xudoni madhildi. Hazreti İsa'ning bu ish to'g'risidagi xabar butun Yahudilar zemini va atrofdagi rayonlarga tarqalib ketdi. Yahyo payg'ambarning shogirdlari bu ishlarning hammasini Yahyoga yetkizdi. U shogirdlardan 2 kishini o'zi yetayotgan zindonga chaqirib, ularni Hazreti İsa'ning oldiga: "Xudo bizga avatmoqchi bo'lgan qutqizuvchi sizmi yoki boshqa birisi kelamdi?" deb so'rab kelishga avatdi. Ular Hazreti İsa'ning oldiga berib: "Cho'mildirguvchi Yahyo bizni sizdan, Xudo bizga avatmoqchi bo'lgan qutqizuvchi sizmi yoki boshqa birisi kelamdi?" deb so'rab kelishga avatdi, dedi. Dal shu chog'da Hazreti İsa og'riq siloq tatgan va jin chaplashgan nurg'un kishilarni saqaytgan va nurg'un qarg'ularning ko'zini ochgan edi. Shuning bilan u Yahyo payg'ambarning shogirdlariga: "Sizlar qaytib berib, yaratgan mo'jizalarimni va aytgan ta'limlarimni Yahyoga yetkazib, ko'rlarning ko'zi ochildi, to'qirlar mang'alaydigan bo'ldi, mahov kesili bo'lganlar saqaydi, g'aslar anglayalaydigan bo'ldi, hatto o'lganlarmi tirildi va kambag'allarga xushxabar yetkazildi" deb aytinglar. Yahyoga yana: "Mendan gumonlanmay, menga tavranmay ishonganlar nima degan baxtlik deb qo'yinglar", dedi.
Yahya payg'ambarning shogirdlari ketgandan keyin Hazreti Ayso ko'pchilikka Yahya to'g'riliq mundaq dedi. Sizlar burun Yahyoni izlab cho'lga bog'ninglarda, zodi qandaq bir odamni ko'makchidinglar. Maydoni shamolda yalpinib turgan, qo'mushdak tavrinib turadigan bir yaxshi chaqningmi? Yoki chiroyli kiyingan bir isil zodinimi? Hergiz undaq emas. Hashamatli kiyim kiyib olgan, ashi ishrat ichida yashaydigan kishilar cho'lda emas, balki xon ordusidan tepiladi. Amaliyotda sizlar bir payg'ambarni ko'rgili chiqdinglar. Endi bilib qo'yinglarki, Yahya har qandaq payg'ambardinmi ustun payg'ambardir. Chunki muqaddas yozmalarda mana oldingda elchimni avatman. U sening yo'lingni oldin ola tayyorlaydi deb yozilgan. Va bu yerdagi elchim del Yahya payg'ambarni ko'rsatdi. Bilib qo'yinglarki, insonlar orasida Yahyodinmi ulug' kishi yo'q. Ammo Xudoning podshohligidagi eng arzimas birsimu uningdan ulug' bo'ladi. Buni anglagan puhrolar, hatto boshqirlarmi Xudoning yo'li to'g'ri dedi. Chunki ular burun Yahya payg'ambarning cho'mildirishini qabul qilgan edi. Lekin Parisilar va Tavrat ustozlari Yahya payg'ambarning cho'mildirishini qabul qilmay, Xudoning o'zirga bo'lgan maqsadini qayirib qo'ygan edi. Shuning bilan Hazreti Ayso ularga mundaq dedi. Bu zamonning sizlardagi kishilarini zodi kimlarga o'xshatay? Ular xuddi ko'chada o'ltirib elib, bir-biriga biz sizlarga sunoy kelib basak, usul o'ynamadinglar. Motam muzikasini kelib basak, yig'izor qilmadinglar deb ranjiydigan tuturuqsiz bolalarga o'xshaydi. Chunki cho'mildirguvchi Yahyo kelib ro'za tutatdi, sharob ichmaydi. Shuning bilan ular uningga jin tegibdi deyishdi. İnson o'g'li bo'lsa, ham yeydi, ham ichidi. Biroq ular tozi bir to'ymas haroqkash ekan, u bojgir va boshqa gunohkorlarning do'sti deyishidi. Bilib qo'yinglarki, hikmat uni qabul qilganlar orqali toniladi. Parislardan bir kishi Hazreti Aysoni tamoq taklif qildi. Hazreti Ayso uning uyiga berib tamoqqa o'ltirdi. U yerda Payisha deb tonilgan bir ayol Hazreti Aysoning bu Payishning uyiga kelganligini anglab, oq qosh teshidan yasalgan bir qutida atir elib keldi va Hazreti Aysoning kaynida putiga yaqin yerda turib yig'lashga boshladi. Uning ko'z yoshlari Hazreti Aysoning putlarini ho'l qilibdi. Ondan u choshlari bilan Hazreti Aysoning putlarini eritib quritdi. Ham putlarini so'yib ustiga atir surdi. Hazreti Aysoni chaqirgan Parisi buni ko'rib ichida bu odam rost payg'ambar bo'lgan bo'lsa, o'ziga qo'lini takkizgan bu ayolning Payshi ekanligini bilatdi deb o'yladi. Buni bilgan Hazreti Ayso, "Shimon, sana aytadigan bir gapim bor" dedi. "Ayting ustoz" dedi Shimon. Ikki odam bir kishiga qarzdor ekan. Biri 500 kumush tangiga, yana biri bo'lsa 50 kumush tangiga qarzdor ekan. Har ikkisining qarzni qaytarish imkoniyati yo'q ekan. Shunga qarz egisi mehribonlik qilib, har ikkisining qarzini kechirim qildi. Seningcha, ularning qaysisi qarz egisini bakrak yaxshi ko'rdi deb so'radi Hazreti Ayso. Meningcha, ko'proq kengchilikka erishgini deb javob berdi Shimon. To'g'ri aytding, dedi Hazreti Ayso. Ondan u hilqi ayolni ko'rsatib Shimonga, "Bu ayolni ko'rdingmi? Uyingga kelganimda
Sen putlarımni yuyishqa suv bermagan eding. Biroq u ko'z yeshi bilan putlarimni yudi. Kechi bilan eritib quritdi. Sen meni hol ahvol so'rab, suyib kutib olmagan eding. Lekin u men kirgandan tortib putlarimni suyuvatidi. Sen mehmonlarga taqdim qilinadigan yog'ni beshimg'imi surkimigan eding. Biroq u meni hurmatlab putlarimga atir surkab qo'ydi. Qisqasi sana aytayki, uning nurg'un gunohlarining hammasi kechirim qilindi. Shunga uning menga ko'rsatgan mehr muhabbati cho'nqur. Lekin oz kechirim qilinganning ko'rsatgan mehr muhabbatimi oz, dedi. Ondan Hazreti İsa u ayolga, gunohlaring kechirim qilindi, dedi. Hazreti İsa bilan bir dastonda o'tirganlar, hatto kishilarning gunohlarini kechirim qildigan bu odam zodi kimdi, deyishdi. Hazreti İsa yilqi ayolga, menga bog'ilgan ishonching seni qutqizdi. Aman bo'l, dedi.